Hozirgina shifoxonaga tez yordam mashinasida bemor olib kelindi. Ma'lum bo'lishicha, yetkazib berish xizmatida ishlovchi yigit skuterda avtohalokatga uchraganligi aytilmoqda. Bizga berilgan ma'lumotlarda qayd etilishicha, Toshkent shahridagi tez tayyor bo'ladigan mahsulotlarni yetkazib berish xizmatida faoliyat yurituvchi 20 yoshli yigit buyurtmani yetkazish maqsadida o'zining skuterida harakatlanish chog'ida avtomashina bilan to'qnashib ketgan. Bemorimiz skuter transport vositasida harakatlanayotib, ehtiyotkorsizligi va masofa saqlamasiga oqibatda avtomashinaga borib urilgan. O'tkazilgan tekshiruvlar natijasida ma'lum bo'lishicha, bemorda chap oyoq barmoqlarini sinishi hamda yuz sohasida yumshoq to'qima lat yeyish holati kuzatilgan. Hozirgi holatda davolanish uchun bo'limga yotqizilgan. Yarim tunda yetkazib berish xizmatlarida ishlovchi hurmatli fuqarolar, yo'llarda harakatlanishda 2 karra diqqatli bo'lishingizni iltimos qilamiz, zero yo'l qoidasi umr foydasi.